Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Malika Tolipova, Salohiddinova turizm kafedrasi katta o'qituvchisiman. Sizlar bilan Introduction to Tourism fanidan bugungi mavzuyimiz turizmni rivojlantirishda hukumatning roli haqida gaplashamiz. Bizning darsimiz rejasi davlat harakati sohalari, davlat rolini ta'riflari, davlatning asosiy funksiyalari, manzil vakolatxonasi vazifalari, hukumatning turizm siyosati, xalqaro hukumatlararo tashkilotlar, maslahatchi rolidagi xalqaro savdo tashkilotlari O'zbekistonning turizm biznesini rivojlantirish uchun ajratadigan imtiyozlar va afzalliklar. Davlat harakati turizm sohasining barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan davlat siyosati va hukumatning faol ishtirokiga bog'liq. Hukumat turizmni iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida qo'llab-quvvatlasa, bu nafaqat mamlakatning iqtisodiy o'sishiga, balki madaniy, ekologik va ijtimoiy taraqqiyotiga ham hissa qo'shadi. Iqtisodiy jihatdan turizmni mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog'iga aylantirish, ya'ni ish o'rinlarini yaratish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish maqsadida qilinadi. Ijtimoiy sohada esa aholining turmush darajasini oshirish, turizm orqali mahalliy infratuzilmani yaxshilash va hududlarni rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Davlatning turizm sohasidagi roli bu sohani rivojlantirish, tartibga solish, qo'llab-quvvatlash va nazorat qilish faoliyatidir. Davlat siyosati turizmni barqaror rivojlantirish, milliy madaniyatni targ'ib qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan. Shu bilan birga, hukumat turizm sohasida qonunlar va strategik dasturlar ishlab chiqish orqali sohaning tizimli boshqarilishini ta'minlaydi. Davlat bu jamiyatni boshqaruvchi, ijtimoiy tartibni ta'minlovchi va fuqarolarning manfaatlarini himoya qiluvchi siyosiy institut. Uning asosiy funksiyalari davlatning ichki, milliy miqyosdagi va tashqi faoliyat yo'nalishlarini belgilaydi. Normativ huquqiy tartibga solish turizm faoliyatini boshqaruvchi qonun va me'yorlarni ishlab chiqishdan iborat. Rejalashtirish va strategiyalarni yaratish esa turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini amalga oshirish. Investitsiyalarni jalb etish esa xorijiy va mahalliy sarmoyadorlar uchun qulay sharoitlar yaratib berishdan iborat. Madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilishda tarixiy obidalarni asrab-avaylash va ekoturizmni himoya qilish lozim. Xizmat sifatini nazorati turistik xizmatlar standartlariga rioya etilishini ta'minlashdan iboratdir. Milliy turizm vakolatxonalari mamlakatning turizm brendini shakllantiradi va xalqaro bozorlarga targ'ib qiladi. Ularning bir necha asosiy vazifalari bor. Ular mamlakat turistik sayohatini reklama qilish, xalqaro ko'rgazma va yarmarkalarda ishtirok etish, turistik axborot markazlarini tashkil etish, tashqi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish hamda sayyohlar oqimini tashkil qilish va marketing tadqiqotlarini olib borishdan iboratdir. Hukumatning turizmni iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida rivojlantirishni maqsad qiladi. Uning bir nechta asosiy yo'nalishlari bor. Turizm infratuzilmani rivojlantirish, yo'llar, mehmonxonalar, transportlar va hokazolar, soliq imtiyozlari va sarmoyalarni jalb qilish, hududiy infratuzilmani rivojlantirish dasturlarini qo'llab-quvvatlash, madaniy merosni saqlash va ekoturizmni rivojlantirish hamda xalqaro imijni mustahkamlash va mamlakat brendini yaratishdan iborat. Turizmni global miqyosda rivojlantirishda quyidagi tashkilotlar muhim rol o'ynaydi. Biz sizlar bilan oldingi darslarimizda o'rganib o'tgan xalqaro tashkilotlar bularga misol bo'ladi. Ulardan Butunjahon turizm tashkiloti turizm siyosatini muvofiqlashtiradi va xalqaro hamkorlikni rivojlantiradi. Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti esa havo transporti xavfsizligini ta'minlaydi. UNESCO madaniy va tabiiy merosni himoya qiladi. OECD iqtisodiy rivojlanish va barqaror turizm strategiyalarini ishlab chiqishda faol ishtirok etadi. Turizm bozorini tahlili, tavsiyalar berish va strategik yo'nalishlarni ishlab chiqishda World Travel and Tourism Council sayohat va turizmni iqtisodiy ta'sirini o'rganadi va tahlillarini tayyorlashda yordam beradi va ular quyidagi maslahatchi rolini bajaradi. IATA esa International
Air Transport Association havo transporti sohasida xalqaro standartlar ishlab chiqadi va aviakompaniyalar o'rtasida hamkorlikni ta'minlaydi. O'zbekistonning turizm biznesini rivojlantirish uchun ajratilgan imtiyoz va afzalliklar ham bir talay. O'zbekiston hukumati turizmni rivojlantirish maqsadida bir qator imtiyoz va afzalliklarni taqdim etadi. Ulardan 90 dan ortiq davlat fuqarolari uchun vizasiz rejim, elektron viza tizimi, e-viza joriy etilgan, turizm sohasidagi korxonalar uchun soliq va bojxona imtiyozlari, investorlarga subsidiyalar va kredit yengilliklari, Ipak yo'li yo'nalishida xalqaro hamkorlik yo'nalishlari, ekoturizm va ichki turizmni rivojlantirish dasturlari orqali hududlarni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. O'zbekistonda turizm biznesini rivojlantirish uchun imtiyoz va afzalliklarni sanab o'tamiz. Bunda soliq imtiyozlari va moliyaviy rag'batlar. O'zbekiston hukumati turizm sohasiga sarmoya jalb qilish va xususiy sektor faolligini oshirish maqsadida bir qator soliq yengilliklarini joriy qilgan. Bunda turizm infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida yangi qurilgan mehmonxonalar 3 yilgacha foyda solig'i, mol-mulk solig'i va yer solig'idan to'liq ozod etiladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF 5611 sonli farmoni asosida amalga oshiriladi. Turistik kompaniyalar xorijiy mijozlardan to'lovlarni erkin valyutada qabul qilish xalqaro to'lov tizimlari, misol uchun Visa, Mastercard, PayMe, Click foydalanish huquqiga ega. Ichki va kirish turizmini rivojlantiruvchi loyihalar uchun davlat tomonidan marketing va reklama xarajatlarining 30 dan 50% gacha qismi qoplab beriladi. Xuddi shuningdek, yer va mulk bilan bog'liq bo'lgan imtiyozlar bor. Hukumat qaroriga ko'ra, turistik obyekt qurish uchun yer maydonlari imtiyozlari ijara shtatlarida 10 yildan 30 yilgacha beriladi. Turizm klasterlariga kiruvchi tadbirkorlik subyektlari elektr, gaz va suv, internet tarmoqlariga soddalashtirilgan tartibda ulanadi. Tarixiy binolarni turistik maqsadlarda tiklashga kirishgan tadbirkorlar uchun esa mulk solig'i 5 yilga bekor qilinadi. Va yana bir afzallikdan bittasi investitsiyalar uchun qulay muhit yaratadi. O'zbekiston turizm sohasi investorlarga juda jozibador. Chunki davlat xususiy sheriklik mexanizmi joriy qilingan. Masalan, Samarqanddagi Silk Road Samarqand majmuasi davlat infratuzilmasi va xususiy sarmoya asosida yaratilgan yirik turizm loyihasi. Qonun bilan kafolatlangan holda xorijiy sarmoyadorlar soliq siyosati o'zgarganda 10 yilgacha amaldagi sharoitni saqlab qolish huquqiga ega. Barcha ruxsatnomalar, sertifikatlar va litsenziyalar Turizmni rivojlantirish qo'mitasi orqali soddalashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Viza kirish tartibidagi yengilliklar ham aynan O'zbekiston turizm biznesini rivojlantirish uchun imtiyoz sifatida ko'riladi. 90 dan ortiq mamlakat fuqarolari Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Janubiy Koreya, Turkiya, Malayziya, Indoneziya va shunga o'xshash mamlakatlar uchun O'zbekistonga kirish 30 kungacha vizasiz. 60 dan ortiq davlat fuqarolari uchun esa e-viza.gov.uz orqali 3 ish kuni ichida onlayn viza olish imkoni mavjud. Xalqaro aeroportlar orqali o'tuvchi sayyohlar uchun 5 kungacha tranzit holda va viza talab qilinmaydi. 2024-yilda O'zbekistonga 7,5 milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurgan. Bu 2022-yilga nisbatan 28% o'sishni ko'rsatkichini beradi. Va xuddi shuningdek O'zbekiston turizm biznesini rivojlantirishda infratuzilma va transport afzalliklari ham mavjud. Zamonaviy aeroport tarmoqlari Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz va Nukus aeroportlari rekonstruksiya qilinib, xalqaro standartlarga moslashtirilgan. Tezkor temir yo'l tarmog'i Afrosiyob tezyurar poyezdi Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva yo'nalishlarida faol ishlaydi. Turistik kompaniyalar olib kirgan transport vositalari, mikroavtobus, avtobus, gid uchun texnika, bojxona boji va qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilinadi. Kadrlar tayyorlashda va innovatsion qo'llab-quvvatlashda ham bir talay imtiyoz va afzalliklar mavjud. Ipak yo'li turizm va madaniy meros universiteti tashkil etilib, xalqaro darajadagi mutaxassislar tayinlanmoqda. Startup dasturlarida yosh tadbirkorlar uchun turizm startup grant loyihasi orqali 100 million so'mgacha subsidiya ajratiladi. Turistik obyektlarda e-mehmonxona, e-tiket va virtual guide tizimlari joriy etilmoqda.
Ekoturizm va barqaror rivojlanish uchun ham qulayliklar mavjud. Ekologik toza zonalarda, masalan, Zomin, Chotqol, Oqtepa, Qoratepa ekoturizm loyihalari uchun soliq imtiyozlari mavjud. Yashil energiyadan foydalangan turizm obyektlariga qo'shimcha subsidiyalar beriladi. UNESCO bilan hamkorlikda barqaror turizm rivoji dasturi amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston hukumati turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog'i sifatida belgilab, bu sohada sodiq investorlar, mahalliy tadbirkorlar va xorijiy hamkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Soliq yengilliklari, yer imtiyozlari, raqamli xizmatlar, xalqaro brend siyosati va kadrlar tayyorlash tizimi orqali mamlakat bugungi kunda Markaziy Osiyoning eng jadal rivojlanayotgan turizm markazlaridan biriga aylanmoqda. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammanglarga e'tiboringiz uchun rahmat.